Ayollarni qoniqtirish sirlari. Juda ham ko'p insonlar va butun dunyoda erkaklar menimcha o'ziga bir marta bo'lsa ham hayotida bergan savollardan bittasi. Qanaqa qilib ayol kishini qondirsa bo'ladi? Har bir ayol, har bir inson, ya'ni erkak kishi ham, ayol kishi ham o'zini shaxsiy jinsiyatiga ega. Ya'ni rus tilida aytganda, каждый человек по-своему сексуален, да, индивидуален. Xuddi shunday, har bir insonni o'zini jinsiyati bo'lgandek, ayollar ham har xil. Misol uchun bitta ayolga yo'l topilgandan keyin ikkinchi ayolga ham xuddi shu yo'lni ishlatsangiz, unda ham qoniqish bo'ladi, u ham baxtli bo'ladi degani emas. Lekin eng muhim narsalarni aytib o'taman, har bir ayolga tegishli va har bir ayol shu holatda bo'lsa va o'zini shunday his qilsa yoki unga shunday metodlar qo'llansa, qoniqishi va baxtli bo'lishi oson bo'ladi. Birinchisi bu ayol kishini xursand qilish kerak. Ya'ni bu bizda payg'ambarimizdan qolgan hattoki sunnat amali, ayol kishiga har doim hadya berish kerak. Jinsiy aloqa qilmoqchisiz, sizni ayolingiz bilan oldin qanaqadir yaqinlik qilishdan oldin albatta qandaydir hadya bilan, qandaydir sovg'a bilan uni xursand qiling. U bergan narsangiz orqali emotsiyalari kuchayib, xursand bo'lib, kayfiyati yaxshi bo'lsin birinchi o'rinda. Va ikkinchi o'rinda albatta o'zingizni gigiyenangiz, ya'ni sizdan keladigan hid, sizni ko'rinishingiz, ichki kiyimlaringiz, shularga juda ham ahamiyat bering. Albatta aytasiz, ehtiros bo'lganda jinsiy aloqadan oldin ayol kishi hech narsaga qaramasligi mumkin deb. Yo'q, erkaklar aslida sizlar qaramaysizlar hech narsaga, ko'zingizga hech narsa ko'rinmay berilib ketishingiz mumkin. Lekin ayol kishilar ko'pchiligi juda ham ahamiyatli va ahamiyat berishadi hamma narsaga, har bir detalga. Shuning uchun o'zingizni tashqi qiyofangiz, ko'rinishingiz, sizdan kelayotgan hid, og'zingizdan kelayotgan hid va boshqalarga ahamiyat bering. Uchinchidan, ayol kishini jinsiy aloqaga olib borishdan oldin, ya'ni jinsiy aloqa qilib qo'shilishdan oldin uni kamida 15 minut, 20 minut erkalash kerak. Ya'ni yechintirib, sekin yechintirib, ayol kishini quchoqlab, o'pib va uni butun erogen zonalarini topib, tegib, ya'ni erkalab, stimulyatsiya qilish kerak. Shunda ayol bo'shashib, o'zini erkin qo'yib, sizga bo'lgan ishonchi oshib, jinsiy aloqaga tayyor bo'ladi va unda xo'llanish paydo bo'lishi mumkin. Agarda siz shoshib faqat o'zingizni ishingizni bitirishni o'ylasangiz, biling, u ayol, u bo'layotgan jinsiy aloqa bo'ldi, bo'lmadi degani u ayol uchun faqat vaqt o'tkazish va og'riqli jinsiy aloqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ayol kishi jinsiy aloqaga tayyor bo'lishi uchun albatta ayol kishini kamida 15 minut, 20 minut erkalash kerak. Bu narsaga olib kelish kerak, o'pishish kerak. Bu ham juda ham muhim.